Assalamualaikum. Hörmətli qandaq ahvalыңızды жаман tutdunuzmu? Bu qarindoshimizniki savolni aytdi. Yaxshi qo'yilgan savolda. Aslida buni shu o'limalar birlik qo'ygan bo'lsa, ashular javob bergan bo'lsa yaxshi ketadi. Nima uchun degan vaqtida ashularmi dinni xato tushuntirib kelyapti hozirgichilik. Hozirgi vaqtda musulmonlarning kallasiga singib ketgan narsa nima degan vaqtida bir odam o'zi bir e'tiqodga, ya'ni islom e'tiqodiga ega bo'lsa, u ibodat qilgan bo'lsa, u musulmon bo'ladi. Bütün arzu, istaklarni yoki yaxshi tilaklarni shuni tilaydigan ishlar mavjud misolga. Endi Qur'onga kelgan vaqtda, Qur'onga kelgan vaqtida u e'tiqod, ibodat islomniki asosi emas, hech bir zamon asosi deb Qur'onda undaq tunishtirgan yeri yo'q. Uning uchun bu e'tiqod, ibodat har odamning shaxsiy ishi. Xolis ishonsin, xolis ishonmasin. Hech qanday bir ibodatni qilgan odamga mukofot berish yoki uni qilmagan odamni jazolash haqida Qur'onda oyat yo'q. Iymon etgan odamni mukofotlash, iymon etmagan odamni jazolash haqida hech qanday oyat yo'q. Chunki Qur'on dunyoda insoniyatni adolat ostida barobar yaratish uchun, ya'ni haqiqiy bir insonlik yaratish uchun kelgan kitob bo'lg'ashqa, u yerda Alloh bilan insonni o'tirishga ishqa insonlar jazo berish, mukofot berish o'zi nimasiga ega emas, salohiyatiga ega emas-ku. Shuning uchun bu yerda muhim masala shu. Ya'ni biz e'tiqod va ibodatni asosiy o'rin qo'yib olgandan keyin kim bir e'tiqodda bo'lsa mayli o'zi ahli sunna e'tiqodi bo'lamdi yoki shia e'tiqodi bo'lamdi, nima bo'lsin musulmonlar e'tiqod qilayotgan bir e'tiqodning ichida bo'lsa, u ibodatni qilgan bo'lsa, haj qilgan bo'lsa, namoz o'qigan bo'lsa, ro'za tutgan bo'lsa, nafl qilgan bo'lsa, uni o'zini katta musulmon deb qaraydi. Hozirgi bu ahli sunna va jamoat desam bo'ladi yoki hozirgi an'anaviy islomchilar shuni endi katta odam, yaxshi odam deb qaraydi. Qur'oncha degan vaqtda Qur'onning o'zi adolatga ahamiyat bergan, hamma odam Allohning oldida barobar inson deb bu insonlikqa ahamiyat bergan, yaxshi amalga ahamiyat bergan, odamlarning o'zincha degan vaqtda uning o'zini haqiqiy o'zi inson deb qaraydi. Islom mana mushu deb qaraydi. Yani islom degani yana insonlarniki dunyo qilgan ish harakatlarniki yaxshi yomon, yana qilgan ish harakatlarniki yaxshi yomonlik qarta belgilaydigan narsa, e'tiqodga emas, amalga qaratildi. Ibodatga emas, axloqqa qaratildi misolda. Shuning uchun Qur'on davomli adolatni tashabbus qiladi, buyuradi. Adolatga bo'ysunish, adolatni vujudga chiqarish uchun kurash qilish buni buyuradi. Endi Tevrat, İncil bu kitoblarniki masalasi kelsak, misol biz endi qarindoshimiz debdi. Bu Yevropada yashayapsizlar, sizlar shu xristian davlatida yashayapsizlar deb. Qur'ondagi islomni hozir men deganga o'xshash adolat ostida barobar yashaydigan bir jamiyat barpo qilingan bo'lsa, bir yerda u qosi e'tiqodli insonlar bo'lishidan qat'iy nazar u yerda islom bor degan gap. Bundaq bir narsa bu. Yani islom degani hamma odam la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb namoz o'qib, ro'za tutib, haj qilganliklar, haj qilgan insonlar o'zi bir yerga yig'ilsa, islom jamiyati barpo bo'lgan bo'lib, bundaq bo'lmaydi. Adolat bo'lgan, barobarlik bo'lgan, haqiqiy insonlik bo'lgan, haqiqiy insoniy axloq bo'lgan o'zi islom barpo bo'lgan deb qaraldi Qur'onniki hukmi bo'yicha. U yerdagi jamiyat islomiy jamiyat deb qaraldi. Misolga Ahmad Shara, Suriyaning hozirgi prezidenti, Asad hokimiyatini tamoman og'dirib tashlagandan keyin hamma shu Suriyadagi butun e'tiqoddagi, mayli islom e'tiqodiga bo'lsin, mayli o'zi islom e'tiqodining ichidagi misol shiyasi bo'lsin, yazidisi bo'lsin, nemisi bo'lsin, u mazhablar rangga turli chiqib, har xil mazhablar bo'lsin, yoki boshqa din, ya'ni o'zi yahudi bo'lsin, xristian bo'lsin, uning ichida u Suriyada xristianlar bor odatda.
buddistlar bo'lsin, qandoq inson bo'lishidan qat'iy nazar, u bu Suriyaniki qonun oldida hammasi barobar haq huquqqa ega degan bir nimaning o'zini chiqardi odam, shunday gapni qildi. Shuni ola u bizniki oyadagi Sharq Turkiston mujohidlarning ichida bir qism odamlar mana bu yana o'zi mush demokratiyaning o'zini din qildi, oq qildi, ko'k qildi deb islom bo'lmadi bu narsa deb u yerda u Ahmad Sharodan xapoga ishlar bo'ldi. Asli Ahmad Sharoniki tutgan nima degan gapi nihoyat to'g'ri gapda. O sening o e'tiqoding, har odamning e'tiqodi o'zining shaxsiy narsasi. O sen bir butga ishongan bo'lsang, but sening orangdagi ish. Xudoga ishongan bo'lsang, o ishonching Xudo bilan sening orangdagi ish. Yana bir odam bilan hech qanday aloqasi yo'q uniki. Agar sen ibodat qilgan bo'lsang, ibodat sen bilan shu cho'qingan narsangni orasidagi ish. Ya'ni sen Allohga e'tiqod qilgan bo'lsang, Allohga ishongan bo'lsang, namoz o'qisang, u namozing Alloh bilan sening orangdagi ish. Ikkinchi bir odam bilan hech qanday aloqasi yo'q. Agar sen butga ishongan bo'lsang, butga cho'qinish shu vaqtda butga cho'qinsa, shu vaqtda butga cho'qinishing butga sening orangdagi ish. Bunday bir narsa u. Ya'ni u insoniyat jamiyatiga munosabatsiz bir narsa. Ya'ni o'ziniki ilohi bilan insonning orasidagi ish, iloh bilan insonning orasidagi ish qarildi. Asla o'zi insonlar orasiga uning o'zini akirishga bo'lmaydi. Qur'ondagi hukm bo'yicha. Misalga Qur'onda Kafirun surasida Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun va la antum a'budun ma a'budu va la ana a'budu ma a'badtum va la antum a'budun ma a'budu lakum dinukum waliyadin degan oyatning o'zida sizlar cho'qingan narsaga men cho'qinmayman, men cho'qingan narsaga sizlar cho'qinmaysizlar. Yig'ib aytgan vaqtda lakum dinukum waliyadin hammamizniki dini o'zimizga, e'tiqodi o'zimizga deyilgan. Hammamizning e'tiqodi o'zimizga, ibodati o'zimizga. Hech birsimizniki e'tiqodi yana bir odamniki e'tiqodi bilan munosabati yo'q. Chunki ibodat Alloh qilingan yoki har inson o'zi cho'qingan narsaga qiladigan ish bo'lg'ashqa, u odam bilan shu cho'qingan narsaning orasidagi ish deb qarilgan bo'lg'ashqa, buning o'zini hech qachon o'zi jamiyatdan inson jamiyatiga akirib uning o'zini bir namoz o'qiydigan odamning o'zini bozorga solib, mana bu odamning o'zini ayt namoz o'qiydigan namozxon odam, besh namoz odam, bu bek yaxshi odam deb namoz o'qimaydigan odamlarga haqorat qiladigan bunday bir holatni shakllantirish Qur'onga tamoman zid. Ammo kimda haqiqiy bir insoniy axloq bo'lsa, u odam haloldan non tep yeydigan, kishini haqiqiy qilmaydigan, kishiga zulm qilmaydigan, adolatni so'yadigan misol. Bunday bir odam bo'lsa, bu Qur'on tasvirlagan musulmon odam bo'ldi. U mayli e'tiqodi, qanday narsaga e'tiqod qilish, u o'zining shaxsiy ishi. Bunday bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtida Qur'ondagi rahmat kelimasimi Alloh taolo insonlarga marhamat qiladi, oq ko'k degan nurg'ulgan oyatlar bor. Buning o'zimi haqiqiy to'g'ri inson bo'lgan, to'g'ri ish qilgan odamlarga marhamat, Allohning marhamati bo'lganligini ko'rsatadi. U nima bu degan vaqtda to'g'ri ish qilgan odam to'g'ri natijaga erishadi degan gap. Yaxshi natijaga erishadi degan gap. Alloh taolo o'zi bir to'g'ri ish qilgan odamga osmondan bir narsani tushirib ber degan ma'no chiqmaydi u yerga. Misolga. Shuning uchun bu yerda islom degan vaqtda e'tiqodul ibodatga qaratish nihoyat xato narsa. Adolatul barobarlikka, haqiqiy bir insoniy axloqqa, haqiqiy zulm qarshi turadigan insonlikqa qaratish bu islom, ya'ni Qur'on tasvirlagan islom mana shu. Allohga emanet.